Man Ahmedovadan oxaman. Maşa piyestini tarifini eshitib, şu kanallarga kirib ko'rib, şeyge davo istab keldim. Xo'jayinim Dadamirzayev Nemajon aka 1,5 yildan beri maşa prostada saratoni bilan og'rirdilar. Birinchi Toshkentga bordik, Toshkentga yozib berdi. Fedorovich degan o'sha klinika bor ekan. Yerga 6 oy qatnadik. 6 oy qatnadik. To'g'risi qiynaldik. Mablag'imiz ham qolmadi. Inan keyin biz o'zimizni onkologiyaga ko'chirdik. Bu yerga ko'chirgandan keyin davolanish boshladilar, lekin o'zgarish bo'lgani yo'q. Oxiri keyin 30 ta nur oldilar. 30 ta nur olgandan keyin ahvollari yana ham og'irlashib qoldi. Keyin oxir mana shu testini oldindan bilib yurardim. Oxiri keyin sheyga keldik. Sheyga kelib tiyanistidan olib ketdik. Xo'jayinim haligini Xudoni izmi bilan ichishni boshladilar. Mana 5 litr ichdilar. 5 litr ichgan bo'lsalar, hozir yurolmasdilar. Kuch-quvvatlari umuman qolmaganda. Hozir rosa yaxshilar. Sekin o'zlari yurib aylanibdilar, ko'chalarga sekin chiqib kelibdilar. Men avvalo Xudoyim mana shu testidan mana hozir yana davom ettiramiz. Xudo xohlasa yana men aytaman, nihoyatda o'zgarish yaxshi bo'ldi. Ranglari ham sarg'ayib ketuvdi, ranglariga qizil yugurib, nihoyatda yengil bo'lib, yaxshi bo'lib qoldilar. Shuncha tuyani boqib, mana bizga bemorlarga yordam berayotgan shu Matlabxonabani ham tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, ishlarini Alloh rivojini bersin. Onkologik kasal bilan og'rigan bemorlar sizlarga mana shu test ichishni tavsiya qilaman. Sababi o'zim amalda ko'rdim, xo'jayinim yaxshi bo'lib qoldilar. Sizlar ham kelinglar, olinglar. Ajab mashifo topib ketishsa. Allohga shukr, rahmat.